Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Sharq Turkiston xalqi uchun yangi bir mustamlikachilik davrining boshlanishi hisoblangan 1-oktyabr kunida Germaniyaning Berlin, München, Turkiyaning Istanbul shaharlaridan boshqa yana Angliyaning London, Amerikaning Washington, Kanadaning Montreal, Avstraliyaning Adelaide, Shvetsiyaning Stockholm shaharlarida kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 75 yillik munosabati bilan keng ko'lamli birlashma namoyishlar o'tkazildi. 1-oktyabr kuni kechda Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Angliya Uyg'ur birlashmasi, Angliya Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish jamiyati va Angliyadagi Tibet, Hong Kong, Janubiy Mongoliya cemiyetleri birlikte Xitay yangi elchixonasi silishga hazırlanayotgan joyga yaqin bo'lgan Londondagi Tower Hamlets maydonida Xitoy kommunist hokimiyatining 75 yillik mustabidligiga va Uyg'ur, Tibet, Janubiy Mongoliya xalqlariga selayotgan zulmiga norozilik bildirishdi. Namoyishda Uyg'urlarga vakolatan so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi London ishxonasining direktori Rayma Mahmud xonim mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy qurilganligining 75 yillik tabriklanayotgan mush paytda biz Uyg'ur va boshqa millatlarning 75 yildan buyon izchil turda rayimsizlarcha bostirishga uchrab kelganligini aslo esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Bizning xalqimiz qiynashqa, bosqinchilikqa, majburiy emgak silishqa, majburiy tug'mas qilishqa va sistemli holda irqiy tozalashga duchor bo'lyotdi. Xitoyning millatimizga yurgizayotgan bu qilmishi BDT tarafidan insoniyat qarshi jinoyat deb bekitildi. Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan bo'lsa irqiy qirg'inchilik deb hukm qilindi. Afsuski, dunyo bu xil zulmga asos jihatdan sukut qilib turyotdi. Mana hozir bo'lsa xalqaro jamoatchilikning Xitoy kommunistlarining bu xil jinoiy qilmishlaridan hisob so'raydigan payti yetib keldi. Rayma Mahmud xonimning yuqorqi so'zlari bu qitimqi namoyishni uyushtirgan tashkilotlar tarafidan e'lon qilingan o'rtaq axborotda aynan o'rin oldi. 1-oktyabr kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harbiy tashkiloti qatorliq Uyg'ur tashkilotlari Amerikadagi Tibet, Hong Kong, Tayvan va Demokratik Xitoy tashkilotlari bilan birlikda Xitoyning Washingtondagi elchixonasi oldida keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazib, mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining 75 yildan buyon o'zining ishg'ol ostidagi Uyg'ur va boshqa millatlarga elib kelgan baloy ofatlarga la'nat o'qidi. 1-oktyabr kuni Kanadaning Montreal shahrida Dunyo Uyg'ur qurultiyining Kanada vakili Erkin Qurbon apandim boshchiligidagi bir guruh Uyg'ur namoyish o'tkazish orqali mustabid Xitoy hokimiyatining 75 yillik ishg'oliga la'nat yog'dirish bilan birga o'zlarining mustaqilligi bo'lgan orzu va ishonchlarini namoyon qilishdi. Hürmetli qarindoshlar, bugün 10 ayının 1. günü Kanada'nın Montreal şehrinde Xitoy kommunistlerine karşı vicdanı qayılan Uygur qarindoshlarımızla hazır saat 12'de narazılık namoyishini başladık qarindoshlar. Şuningdan xabaringlar bo'lsin, davomli video taqdimimiz yana. 1-oktyabr Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining uyushtirish bilan Adelaide'dagi Xitoy konsulxonasi oldida Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining tashkilishida Stockholmdagi Xitoy elchixonasi oldida maxsus norozilik namoyishlari o'tkazildi. Stockholmda o'tkazilgan namoyishda namoyishchilarimiz istiqlol marshini yangratgan vaqtida Xitoy elchixonasi darhol yuqori ovoz bilan Xitoyning changchili muzikasini qo'yib berib, namoyishchilarimizni rahatsız qilishga uringan. 1-oktyabr kuni yana Qozog'istondagi Shaharbanu xonim boshchiligidagi bir guruh Uyg'ur xonim-qizlar bir yerga jam bo'lib, 1-oktyabr motam kunini xotirlash bilan birga aziz shahidlarimizning ro'yi uchun duo tilovat qilishdi. Bugünkü günde bana hepimiz özümüzdeki Uygur halkı için bir facialik olan vatanımızdaki Xitay tarafından besilinip, matem külün edip atalgan şu 1-oktyabrda hatırlap oturmuz. 49. Xitay tecavüzçileri bizni aldamçılık bilen vatanımızga kirip, demokratiyalık yol bilen başqurimiz uzanlab başqursizlar deb shundaq hiyla mekrlar bilan bizning vatanimizni besvilib mana 80 yilga ketdi. Biz Xitoyniki mustamlikasida xalqimiz shunchalik zulm uqubatlar ostida yashamoqda. Hatto oxirgi 10 yilda bizningki xalq butunlay qirg'inchilikqa uchrab, o'ldirilib, qirilib kelyotdi. Endi biz chet eldagi muhojiratdagi Uyg'urlar har doim vatanimizdagi xalqimizni eslaymiz. Qo'limizdan ancha bir ishlar kelmasimi, har doim yuragimiz bilan shu vatandagi xalqni eslab, shundaq kunlarni xotirlab, o'zimiz qalbimizni bir yo'lda ketayotgan vatanimizning mustaqilligini xohlaydigan shu Uyg'ur xonim qizlar, onalar
жығылып, бүгінгі матем күнді қатырлап, мәшәді Рушангүл достымыздың үйге жығылдық. Әнде бір мөзізіге ішініміз, әр қачан еңідің, адалетлі күлләмі біз үшін бір күн кеп қала, құяшым бір күн бізге шәріқтен чықа. Шының үшін мұшу вәтініміздікі шейітлағы атап, мұшу бүгінгі қатыры күнне қатырлаймыз. Biz için matem kılmayı. Amin. Kur'an'ın salavat. Cemiyet ruhbak la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş dünyada ketken. Bolukma vatan için, halkımız için, zamanımız için kurban boğan şehitlerin ruhbak başladık koyduk. Allah yaratkan ekem şu şehitlerin kalları bekar ketmesin. Vatanımızdaki halkımızın kırılıp ketmeyen halkımızın төләватқан бәдәлләр бика кетмесен. Алла яраткан икән. Безгә оң күзең бул каргайса, безгә рәхмәт күзең бул каргайса, рәхмәтләрен безгә язды. Ягдыгайса Алла яраткан икән. Һәммәмез мушу Алла башлаган дурыс юллар меңеп, ватанны азатлыкка ирештирдиган, мустақил кол келтирдиган әмәлләрне урындап, барлыгыбыз бирлек иттифак булып, ватаныбызның мустақиллыгын кол келтиришибезгә насип эткән. Алла яраткан икән, ниятimiz төз булып, Худайым kalbimiz pak bulup, saf vicdanımız bilen vatan üçün hemimiz hes koşuşka orumuzun ders duruşuk nasip etkeysek. Ölgenler iman yar olsun, iman salamet olsun. Hudayım şularını kurtayım, ruhları cennetli olsun. Rabbina atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabın nar. Bir rahmike ya rahman rahim. Vətənimiz Şərq Türkistanı işğal qılğanlığının 75 yıllık münasibəti bilan 1 oktyabr günü Dünya Qur'u Qurultayının muavin rəisi Zübeyre Şəmsiddin, Dünya Qur'u Qurultayı İcra Komitetining rəisi ve Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşuning direktori Ömer Qanat, Amerika Uyghur Birleşməsining rəisi Elfidar İltabir başçılığındakı Uyghur heyəti Amerika Kengaş Palatasını ziyaret qilib, Amerika Dövlət Məclisində Uyghurlarga münasibətli qanun layihələrinin hazırlanışı ve onun ma'qullanışida başlamçılıq ve türkilik rol oynab kelgan Uyghur xalqining samimiy do'sti senator Marco Rubio ve başqa bir qism senatorlarning ishxonalarini ziyaret qilib, ularning hozir qadar Amerika Dövlət Məclisində Uyghurlarga münasibətli qanunlarning ma'qullanishida ko'rsatgan tirishchiliklarga Uyghur xalqi nomidan rahmat aytish bilan birga navbatda Amerika Dövlət Məclisində muzokara bosqichida turayotgan Uyghurlarga münasibətli qanun layihələrinin tezroq ma'qullanib, rasmiy qonunga aylanish uchun haydakchilik qilishini talab qilishdi. 1 oktyabr Gretsiyada boshlangan ve 3 gün davom qildigan Afina Demokratiya munbiri yig'iniga alayda taklif bilan qatnashayotgan Uyghur harakat tashkilotining raisi ve Dünya Qur'u Qurultayının vekili Roshan Abbas Xanım, yığın jarayonida Yevropa iqtisodiy ve ijtimoiy komitetining raisi Oliver Roybki, Germaniyaning Afinadagi bosh elchisi Andreas Kendall, Estoniya tashqi ishlar ministrligining bosh kotibi ve bosh elchi Jonathan Visiviyev qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir qism yuqori darajalik siyosiy arboblar bilan ayrim-ayrim ko'rishib, ularga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Uyg'urlarning xalqaro jamiyatdan kutadigan arzu talablari haqida ma'lumot berish fursatiga erishdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.